2 yilda pulini uzishga Epic'ga mashina oldim. 11 mingmi, 12 ming dollarga oldim. Olgan odamim Madinada ta'lim olgan odam edi. Ya'ni ancha ilmli, islomdan xabari bor odam edi. Shu odamdan so'radim. Aka, qanaqa qilib qarzimni tez yopsam bo'ladi? Mana shu 12 ming dollarni tez yopib olsam bo'ladimi? Biror bir maslahat bera olasizmi desam, aytdilarki, onangizni duolarini ko'p oling dedilar. Shuni kanda qilmang dedilar. O'sha kundan boshlab onamga ertalab ham kechqurun ham duolarni talab qilishni boshladim. Ona duo qiling, qarzimni yopib oling. Ona duo qiling, qarzimni yopib oling deb. Ovqatlar olib keldim, shirinlik olib keldim. Nima qilib bo'lsa ham ona duo qiling deb aytuvdim. Endi hozir otam yo'li 2006-yil o'tib ketganlar. Onam duolarini ovurdim. 2,5 oyda Epic'ning pulini uzilib ketdim. Ya'ni 2 yilga mo'ljallangan 12 ming dollari 2,5 oyda uzilib ketdim. Ya'ni bitta zakaz bilan yopilib ketdi. Ya'ni shu narsalardan to'g'ri foydalanib qolsa bo'ladi-da.